Do'stlar, mana Soyuz Mobile'ga akamiz kelibdi. Nalichkaga 17 Pro Max'da yesimligini oldi. Nima uchun yesim hozir ko'proq biz savit beryapmiz do'stlar. Bu telefonni akkumulyatori ko'proq yetish uchun akamizga podarkasiga stiklo chexol original Remax beryapmiz. Telefonning narxi necha pul bo'ldi aka? 100 ming. 100 ming rublga mana aksiya bo'lib ketdi bolalar. Yorvordik. Yorvoration qildik. Nima deysiz muxlislarga, podpischilarga aka? Telefonda qaradim, qildim, keldim mana adresni. Bizani kuzatdingiz, ha? Kuzatdim. Soyuz Mobile'ga kuzataman, keldim. Instagramda ham kuzataman. Topib keldim mana. Mana 100 ming rublga oldik. Do'stlar, aksiya bo'lib ketdi. Sovg'alarga Naq qolganlarga juda ham arzon bo'lyapti. Kelaverasizlar, telefonlarni olaverasizlar. Aka, yaxshi kunlarga ishlating, oching telefonni. Yoqing telefonni aka. Do'stlar, shuni bilinglar, biz tekinga stikloni yopishtirib beramiz. Hech qanday pul olmaymiz mijozlar uchun. Telefon yondi. Aka, yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizlarga ham. Xo'p, kelib turing aka.